Hozir shunaqa davrda yashayapmizki, birodarlar, ozgina harakat qilsangiz 90% odamlardan oldinga o'tib ketasiz inshaalloh. Rostdan hozir Alloh alam oldinga qaraganda shunaqa oson. Yoshlarni qarang, zombiga o'xshab qolishgan. Kun bo'yi Vine, betayin videolar, pornografiya, qizlarni ko'raverib, arzon dopamin iste'mol qilaverib, foydali nimadir o'rganish qobiliyatidan o'zligisini mahrum qilib o'tirishibdi. Hozir aksar odamlar Instagram, TikTok, YouTube'da betayin videolar ko'rib, hayotining katta qismini o'tkazib yuboradi. Qaysi birdanlar hayotda maqsading nima deb so'rasangiz, subhanalloh, nimaga yashayotganini ham bilmaydi. Allohdan uzoqlashib ketishgan, reja yo'q, maqsad yo'q, vaqt qadri ham yo'q. U bu dunyoda bo'layotgan oddiy narsa haqida fikr bildirishini so'rang, kalla musurga to'layapti. Fikrni o'zi yo'q. Muomala bo'lsa minusga kirib ketgan. Hozir juda ham ko'p odamlar bunday qiziqarli fikr almashib suhbat qura olmaysiz. Bunaqa odamlar butun umr qaysidir boshqa odamning orzusi oshish uchun uni qo'lida ishlab o'tib ketadi. Siz hozir mana shunaqa odamlar bilan musobaqalashyapsiz. Hozir aksar odam mana shunaqa bo'lib qolgan. O'shaning uchun aytayapman, hozir 90% odamdan oldinga o'tib ketish vallohu alam juda ham oson. Yoki to'lqin bilan ketib siz ham ularning qatoriga qo'shilasiz